Yigitlar, bugun men Istanbul Premium do'konimizga keldim. Bu yerga yangi tovarlar kelgan ekan. Hozir hammasini sizlarga birma-bir obzor qilib beraman. Ketdim. O'sha yangi dvoykalarimizni bahorda, yozda maza qilib kiyib yurasizlar. Narxi atigi 150 ming so'mdan razmerlarigacha, ranglarigacha bor. Mana o'sha brendoviy Dior dvoykalarimizda yetib keldi. Ichlari polностью konditsioner muzdekini kiyib yurasizlar. Razmerlarigacha, mana rasvetkalarigacha bor. Narxi atigi aktada 150 ming so'mdan. Bahorda va yozda mazax kiyib yurishinglar uchun shunaqa brendoviy Brunelli Cucini tapchkalarimizda kelgan, razmerlarigacha bor, mana rasvetkalari bor. Bundan tashqari orqasi ochiq shunaqa Loro Piano tapchkalarimizga kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz, original bilan birga bir mazza qilib kiyib yurasiz. Narxi ham unaqa qimmat emas, arzongina. Agar narx sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plyus qoldiringlar. 25-may yaqin bolalar oyoq kiyim qidiryapsizlarmi? Mana har xil makasimalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Xohlasanglar Loro Piano'ni shunaqa sechli variantlari ham kelgan ekan, ko'rayotgan bo'lsanglar. Narx hammasini skidkada bemalol kelib Istanbul Premium do'konimizga olib ketsanglar bo'ladi. Dastlabki xizmatlarimizga ham murojaat qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari futbolka va ko'ylaklarni hamma assortimentlarini ham olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib olib ketaverasizlar. Razmerlar VIP.